Oshna, qancha vaqtdan beri o'tiribmiz? Shunday holatda qolib ketamizmi, nima balo? 5-6 soat bo'ldi-yu, menimcha. Eslolmayapman. Ostimdagi diskning ahvoli meni xavotirga solyapti. Ko'rinishidan suvsizlangan holatda. To'g'rimi? Oshna, chanqadim. Ozgina suv ichkim kelyapti. Ey, chanoq. Miyaga ayt, ozgina suv jo'natsin. Unga aytdim, lekin u e'tibor qaratmayapti. Sababi qandaydir hisobotlar bilan band. Chanoq, diskning ahvoli yomonlashyapti. Unga yordam ber, belni rostla yoki nimadir qil. Qanaqa yordam? O'zimga ham yordam kerak. Chunki bel mushaklari charchagan holatda, dumba mushaklari esa uxlab yotibdi. Chanqadi, hammasi o'ta yomon ahvolda. Ey, og'aynilar, unaqa oshirib yubormanglar. Undan ko'ra menga o'xshab o'zlaringni erkin qo'yinglar. Menimcha sen o'zingni juda ham erkin qo'yib yubording. Do'stlar, menga hozirgina turishimiz haqida buyruq keldi. Ha, qandaydir yengillik his qildim, lekin baribir chanqayapman. Umid qilamanki, biz sayrga chiqamiz yoki yaxshisi mashq qilamiz. Unday emas ekan, buyruq keldi. Egilib sumkani ko'taramiz. Qanaqa sumka? Suvmi? Obbo. Sumkani vazni qancha ekan? Endi bilamiz. 1, 2, 3. Oxiri baxayr bo'lsin-da.